Yotar vaqti kelganda Rasuli Akram alayhisolatu vassalomning odatlari, Hazrati Oysha onamizni rivoyat qilishlaricha, yotar joydan o'rin olganlarida o'tirib turib, qo'llarini undoq qilib og'zlariga olib kelib turib, Ixlos surasini, Qul huvallohu ahadni, Qul a'udhu bi robbil falaqini, Qul a'udhu bi robbin nasni o'qib, kaftlariga dam soqtirib, boshlaridan silab, oldilarini hamma taraflarini silab, yana dam soqtirib, orqa taraflarini silab, keyin yotardi. Mana shu suralarni hisn deydi, qo'rg'on. Ana shu dam bilan butun badanni silab, Allohdan niyat qilgan har qanday narsadan qo'rg'on bo'lib to'sib turadi. Har kuni shuni qilish kerak. Tahorat bilan yotish kerak. Yotishdan oldin tahorati ketadigan bo'lsa ham tahorat qilsin. Tahorati bo'lsa tahoratni yotsa yaxshi. Lekin tahoratlik bo'lmasa tahorat qilib olib yotsin. Shu yotgani bilan inshaalloh bomdodgacha tursa ibodat o'rniga o'tadi yo'qsa. Chunki niyat bilan tahorat qilib duoni o'qib yotdi. Uyqusi ham ibodatga aylanadi. Qarang, qanday go'zal. Qanday chiroyli. Ana yotganda o'ng yonboshi bilan yotadi, o'ng qo'lini kaftini o'ng yuziga qo'yadi. Bismika robbi wada'tu jambi va bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha va in arsaltaha fafhasa kama tahfazu ibadaka solihin deb o'qiydi. Bismika robbi, Robbim seni isming bilan wada'tu jambi, yonimni uyquga qo'ydim, ko'rpaga qo'ydim, yonboshladim. Va seni isming bilan yonimni yana ko'taraman. Inshaalloh. Agar nafsimni tutib qolsang, jonimni tutib qolsang, uyg'onmasam, o'lib qolsam, endi mag'firat qil. Lekin uyqumdan keyin arsaltaha qo'yib yuborsang, endi boshqa solih bandalaringni qanday muhofaza qilib saqlasang, meni ham shunday muhofaza qilib saqla. Dunyoda undan chiroyli davo yo'q. Dunyoda uxlagani yotayotgan odam o'qiydigan bundan chiroyli tilak yo'q.